Mana Mama Rozani aytmoqman. Ha, o'sha Mama Rozamisiz? Mama Rozamisiz? o'sha og'zingizga kelgan gapni. Men Mama Rozaga aytmoqman. Oldingizdagi deyapsiz. Oldidagi men. Siz mana aytyapsizmi? Mana aytyapsizmi? Qancha yo'lda aytdingiz? Siz mana aytyapsizmi? Qaysi internetga chiqib qizdan ishlatgansiz manda qo'shiq aytadigan o'zbeklar ham kelib, koreyslar ham kelib, ertaga sizni men bitta gap, men yengil tabiatli ayollar bilan gaplashmayman birinchidan. Hurmat bilan gaplashinglar. Hurmat bilan gaplashing. Gapiring, siz jim turing. Gapiring siz. O'sha joyda, kafe. Men bu odam bilan gaplashmayman. Men o'zimga bo'lmasa jim turing opa. Bo'ldi, o'tirib turing. Bo'ldi. Bu ayol kishi bilan Uchalalaring boshqa prямой efir qilasizlar. Davay, jim. Men bilan gaplasha olmaysiz. ayol kishilar emas, men bunaqa yengil tabiatli ayollar bilan gaplashaman. Davay, eshiting aka. Siz bilan gaplashaman. Konkretniy savol. Debdimi? Hop, inson yozasimi, chizasimi o'z bilasiz, tashqarida qilasiz, opa. Men gapiryapman. Xo'p, bu akani savoli bunaqa bo'ldiki, mana bizni 40 mingtadan oshiq odam kuzatyapti. Maytda ham normalniy odam kuzatyapti, to'g'rimi? Biz hozir chiroyli gaplar. Ismingiz Sherzod, to'g'rimi? Sherzod. Sherzod, qarang. Siz o'sha kuni avazaga kirganingizda, avazaga siz oldingizga kirib, xonaga kirdinglar-ku uyga, janjal bo'layotgan uyga. Kirganda siz o'zingiz og'iz bilan aytdingizki, "Ha, bu qotillik bo'lishdan oldin go'yoki sizlar urushgansizlar, urushdik, janjallashdik" dedingiz, to'g'rimi? To'g'ri. To'g'ri. Qo'l ko'tardingizmi, yo'qmi? Yo'q. Nozimaga. Yo'q. Umuman qo'l uchun tekkazmadingizmi? Yo'q. Shu gaplaringizga o'zingiz ishonasiz, yolg'on gapirmayapsiz. Ha. Unaqada qanaqa qilib Nozimani burni sinib, burnidan qon kelib, lablari ishib, qo'llari va badallari ko'karib ketdi. Sizda janjallashgansizlar-ku o'zingiz gapingiz bilan. Biz gap bilan janjallashganmiz deyildi edi. Nima u hamma yo bardak u yotibdi-ku. Gaplashyapti. Agar videoni ko'rgan bo'lsangiz, dasturxon tortilgan dedim. Bakal otgan nimaga, o'ynaga dedim, to'g'rimi? Eshitolmaysiz. Tushundingizmi, hozir nima demoqchi bo'lganim? Tortganda. Nimadir bir-birimiz bo'g'ay turganimizda sachirib ketmadi u narsalar. U narsa dasturxon bo'lgan, dasturxon ustida sinaydigan narsalar bo'lgan, meva-cheva bu narsalar bo'lgan. U dasturxon tortganda hamma narsa tushib ketadi-yu. Jahilda. Politsiyaga qachon bordingiz? Nimaga qiziq bo'lyapti u? Ber hamma savoliga javob ber. Nimaga siz savoldan qochyapsizmi? Politsiyaga qachon bordingiz? Qochmaysan. Ber savol, beradi hamma O'sha efir qilgan kunimiz ham bordim. Birinchi. O'sha haligi Birinchi. o'lgan kuni bordim. O'zi biladi. Buni bosh o'ziniki. O'rgatmanglar. Mayda shuncha odam turibdi. Savoliga konkret savol beryapti. Javob ber qisqa lo'nda. Vafot etgan kuni va o'sha efir bo'lgan kuni. Bo'ldi. Demak, politsiyaga bordingiz-da. O'sha yerda janjallashganingizni aytdingizmi politsiyaga? Aytdim. Politsiya uyga kirdimi? O'sha o'lgan kuni biz больницаdan chiqdik. O'sha payt o'sha politsiya, больница hammasi birga kelar edi. Pojarniy nimadir muammo bo'lsa. Endi qarang, sizga savol-da. Mana 1 yil, 2 yil o'zingizlar bilasizlar muddatinglarni, mana birga bir-biringlarni yoqtirib yashadinglar, to'g'rimi? Sevishdinglar, vaqt kelsa birga yashadinglar, to'g'rimi yo noto'g'ri aytmayapmanmi? Gapiravering. Bo'ldi. Yo'q, gapiravering emas, to'g'rimi? O'shanga siz o'shanga qarab aytaman. Bo'ldi. Ha bo'ladigan bo'lsa, mana siz erkak kishi sifatida qanaqasiga siz bu narsaga vijdoningiz yo'l qo'ydiki, o'lgan o'zingizni bo'lajak turmush o'rtog'ingiz yo'qligida yaxshi ko'rgan insoningizni, ayol ojizani internetga olib chiqib, uni har xil videolarni ko'rsatingiz. Mana qilib. Bu erkakchiligi, qanaqa g'ururingizga sizni bu qabul qildi? Qaysi videoni olib chiqib ko'rsatibman mana deb? Internetda polni aylanayotgan narsalar nazarda tutyapman. Общий. Bittasini aytdim, o'shani asos qilib pichoq ko'tarib yurgan-ku, to'g'rimi? Pichoq ko'tarib yurdi deb olib chiqqan joyingiz bor-ku. Majbur qilishdi o'sha narsaga. Xo'p, nima uchun? Tergovchi emas, avazaki oddiy inson bu, tergovchi emas bu. Kirganda nimaga endi mana bu icharida qilib ichilgan, chakilganini hammasini bularga aytib, o'zingizni yaxshi ko'rgan bo'lajak turmush o'rtog'ingizni nega unaqa internetda obro'sizlantirdi? Aka, qolganlarga ham ibrat bo'lsin deb turib, nima bo'lgan bo'lsa, ro'y rost aytgan. Ayda bu ichib o'tirgan bo'lsa, men ichib o'tiruvdim, demagan degan narsalar bo'ldi-da, tushunyapsizmi? Mana shu savoliga men javob beraman. Bu savol meniki ekan. Yo'q, o'zlari javob bersinlar, iltimos, avazak, iltimos. Qarang-da. Nima bo'lgan taqdirda ham
U sizni bo'lajak turmush o'rtog'ingiz. U siz uchun o'zi qurbon bo'ldi. Shu narsani biling ukan. U siz uchun o'zini qurbon qildi. Oy janjallashdinglar, boshqa narsa. Lekin u erkak bo'lib, u mard bo'lib, siz agar tilingiz o'zini osgan bo'lsa, mard bo'lib osib ketdi. Siz o'zingiz internet chiqib men o'zimni osaman demang. Erkak bo'ladigan bo'lsangiz olib osib oling. Lekin mamyoda bu naborot mardlik qilib o'zini osdi. Kimgadir osonman, o'lolman emas. Nimaga taqlid qilyapsiz? Hozir borib o'zim dori simoqchimisiz? Nimaga taqlid qilyapsiz? Siz bor o'zingiz osasizmi agar men osgan Yo'q, nima